Assalomu alaykum, hurmatli Bulmiz muxlislari. Hozir bolalar bog'iga keldim. Hamma o'sha bilgan va o'zbek studentlar, ishchilar ko'p kelayotgan o'sha Koreyada 2018-yildan beri yashayapman. Bu yil 7 yil bo'lar ekan. Ko'proq bizda Koreyada uylar juda ham bir-biriga zich, quyosh nur kirmaydigan, juda bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun quyoshni deyarli kam ko'radi odam. Shuning uchun ham bo'lsa kerak. Shuning uchun yurgani, havo almashtirgani asosan shunaqa bog'larga chiqib bo'ladi. Hozir bog'lar rosa chiroyli. Nima sababi hozir cherry blossom, ya'ni gullash payti kelgan. Bu daraxtlar faqat gullaydi-da. Biz meva soladi-ku, lekin bu yerda meva solmaydi. Shuning uchun ular teng ochiladi va teng to'kiladi. O'sha paytga to'g'ri keldik. Ertaga yomg'ir ekan. Yomg'ir yog'sa hammasi to'kilib ketadi. Shunaqa kapalarni olib kelib, ittalab qurib, shu bilan kechki paytgacha ichida ovqatlanishadi, o'tirishadi, bolalar bilan o'ynab. Shunaqa qilib vaqt o'tkazishadi. Har doim har hafta shu yerga chiqsak, shunaqalarni ko'p qilib olishgan bo'ladi. Mabodo Koreyada yashayotgan o'zbeklar videoni ko'rsangiz albatta bu bog'ga kelishingizni tavsiya beraman. Havo ko'rinyaptimi? 22. Eng issiq havo bugun 22. Ertagadan mana ikkinchida turgani yomg'ir. Mana shu toqqa albatta bir kun chiqib sizlarga ko'rsatib beraman. Oldin bir marta chiqqanman. Yana chiqqanimda albatta ko'rsatib berishga harakat qilaman. Rosa chiroyli lekin. Wow. 여보, 가셔봐 거기. Wow, bir yilda bir marta bo'ladigan voqea. Tabiatni juda ham yaxshi ko'raman. Kichkinaligimdan daraxtlarning tagiga borib, kitoblarim, daftarlarimni borib olib dars qilardim. Bunisi
demak videom shu yergacha. Keyingi videolarda yana ham qiziqarliroq qilib olishga harakat qilaman. Gapirishni endi sekin-sekin o'rganyapman. Shaxsiy blog bo'lganligi uchun. Men uyga yetayapman. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Bye bye.